Ha, men o'sha kokosh blogerni operatsiya qilgan xirurg nomi bilan Instagram tarmoqlarida yolg'on ma'lumotlar tarqatilgan va tuhmatda qolgan shifokorman. Assalomu alaykum, hurmatli Respublika bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldashev hamda Ichki ishlar vaziri Aziz Anvarovich. Ijtimoiy tarmoqlarda murojaat qilishimga asosiy sabab O'zbekistonda qonun ishlashiga va haqiqat yuzaga chiqishiga ishonaman. Mazkur chiqishimni rasmiy murojaat sifatida qabul qilishingizni iltimos qilaman. Men Aminov Umid Sabitovich, Medkonsultant klinikasi rahbari sifatida mazkur murojaatimni jiddiy o'rganib chiqilishi hamda menga qonun doirasida ijobiy hamda amaliy yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. 2025-yil mart oylari boshida Medkonsultant klinikasida kokosh taxallusli bloger Abduqodirova Komila operatsiya bo'lgan edi. Operatsiyani tajribali plastik jarroh Erkaboyev Shokir aka amalga oshirgan. Aprel oyining ilk kunlarida blogerlar tomonidan Medkonsultant klinikasiga ijtimoiy tarmoqlar orqali hujum uyushtirildi. Hamda klinika va uning xodimlari haqida asossiz, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar internet ijtimoiy tarmoqlari orqali blogerlar tomonidan tarqatildi. Ushbu ijtimoiy tarmoqlardagi har xil tuhmat, yolg'onlar bilan mening, klinikaning va xodimlarning ishchanlik obro'-e'tiborini, hurmatini kamsitib, har xil bo'xtonlar tarqatgan blogerlarning xatti-harakatlariga qonuniy baho berish yuzasidan men Oliy Majlisga, Bosh prokuraturaga, shahar prokuraturasiga, Chilonzor tuman prokuraturasiga, Ichki ishlar vazirligiga, Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limiga, Olmazor tuman ichki ishlar bo'limiga va boshqa tegishli davlat idoralariga bir necha bor arizalar bilan murojaat qildim. Murojaatlarim yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi tomonidan 2025-yil 29-aprel kuni bo'lib o'tgan sud jarayonida hujjatlar qayta surishtiruv organiga qaytarildi va mening tushunishimcha tegishli surishtiruv ishlari olib borish va ushbu ishda jinoyat alomatlari bor yo'qligi baho berilishi bildirildi. Ammo oradan taxminan 40 kun vaqt o'tgan bo'lsa-da, bugunga qadar biror bir ishlar boshlanganligini yoki ushbu ish davom etayotganligini alomatlari yo'q. Ushbu orada men Medkonsultant va mening ishchanlik obro'yimga yetkazilgan zarar oqibatida ushbu faoliyatni to'xtatishga ham majbur bo'ldim. Mening murojaatlarimga ko'ra, Respublika kiber xavfsizligi, axborot texnologiyalari agentligi va boshqa tashkilotlardan olgan javob xatlarimda internet ijtimoiy tarmoqlarida aks etgan videolarda klinikani, xodimlarni obro'sizlantirish, tuhmat, aldov alomatlari bor ekanligi yaqqol ko'zga ko'rinadi. Hurmatli bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldashev hamda Ichki ishlar vaziri Aziz Anvarovich, nahotki arizamni ko'rib chiqilishi shuncha vaqt davom etsa, negadir murojaatlarim hech ham oldinga siljimayapti. Shunga ko'ra sizdan Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi Medkonsultant ishini ko'rib chiqilishi hamda qonun buzilishiga yo'l qo'ygan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishida amaliy yordam berishingizni iltimos qilaman.